Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz o'quvchilar, biz sizlar bilan fiqh ilmini o'rganishda davom etamiz. Birinchi o'tgan darsimizni bir qaytarib olamiz. Xo'p, fiqh ilmida birinchi mana suvlar haqida gaplashamiz, chunki suv siz bilan bizni tahorat qilishimiz, poklanishligimiz uchun birinchi kerak bo'ladigan modda hisoblanadi. Xo'p, suvni 3 turga bo'ldi ulamolar. Shundan birinchisi nima ekan? Tahurun. Juda ham pokiza suv. O'zi ham pokiza va boshqani ham poklovchi bo'lgan suv. Bu suvlarga qaysi suvlar kiradi? Kim aytadi? Masalan, mislu ma'il bahri. Dengizning suvi va ma'us samai, osmonning suvi, ya'ni yomg'ir qorning suvi va ma'il anhari va daryolarning suvi val buhayrati va ko'lmak, ya'ni ko'llarning suvi nima ekan? Ham o'zi pokiza ekan va boshqani poklovchi. Ya'ni tahorat qilsa bo'ladigan, g'usl qilsa bo'ladigan, ichsa bo'ladigan suvlar ekan. Qaysi suvlar ekan? Kim aytadi? Tahur nima degan ekan? Juda pokiza. O'ta pokiza degan. O'ta pokizalikni nima qilar ekan? Nima hunar ko'rsatar ekan? O'ta pokiza bo'lib bu suv. Bu suvlar qaydan kelar ekan bu suvlar? Dengizning suvi, osmonning suvi. Osmonning suvi deganda faqat yomg'ir tushunamizmi? Qorning suvini ham tushunamiz, qorning suvi va daryolarning suvi va dengiz, ya'ni ko'lmaklarning suvi. Bu hayrat degani ko'lmak yoki ko'l, oqmaydigan suvlar masalan. Hali tog'lar bo'ladi-yu, tog'lardan qordan erib, tog'larning o'rtasiga suv to'lib qoladi. Shuni buhayrat, ya'ni dengizcha degani, lekin biz o'zbek tilida ko'lmak deb aytamiz. Yoki yomg'ir yoqqanda, bilsanglar yomg'irda nima bo'ladi? Shu asfaltlarda to'planib qoladi ko'chalarda, to'g'rimi? Shu ham qanaqa suv ekan? Agar biror narsa aralashmagan bo'lsa, tohir suv ekan. Agar mana shu tohir suvga biron bir pokiza narsa aralashsa nimaga aylanib qolar ekan bu? Tohirga aylanar ekan. Tohir nima degani? Tohir degani ma'un ixtalata bi tohirin. Pokiza narsa aralashgan suvni tohir deb aytilar ekan. Agar tohur o'ta pokiza suvga yana boshqa bir pokiza narsa aralashadigan bo'lsa, bu tohirga aylanar ekan. Tohirga aylanadimi sirasi? Bo'ldimi? Yo'q. Sharti bor. 3 ta sifatidan faghayyara ahada awsafihi, masalan, suvning 3 ta sifatidan bittasini o'zgartirib yuborsa, aralashsa, birinchisi aralashish kerak, keyin o'zgartirish kerak. Suvning nechta sifati bor, kim aytadi? 3 ta. Hidi, rangi, ta'mi. Shu uchovidan bittasini agar pokiza narsa o'zgartirib yuboradigan bo'lsa, bu suv o'zi pok, iste'molga yaraydi, lekin tahoratga yaramaydigan bo'lib qoladi. Tushundinglarmi? Masalan, sho'rvaning suvi. Qozonga suvni quydingiz. Ustiga pokiza narsa piyoz soldingiz. Piyoz pokiza. Go'sht pokiza, agar go'sht bo'lsa. Keyin kartoshka, sabzi, piyozlarni yana soldingiz. Shuni qaynatdingiz. Qaynatganingizda sho'rvaning suviga nima aralashib ketadi? Pokiza narsa aralashib ketadi. Demak, bu sho'rvaning suvida tahorat qilsa bo'ladimi? Yo'q. Sho'rvaning suvini ichsa bo'ladimi? Bo'ladi. Lekin tahorat qilishlik mumkin emas. Bu suv qanaqa deb nomlanar ekan? Fiqh ilmida tohir deb nomlanar ekan. Xo'p, 3-turdagi suv qanaqa suv ekan bu? Najis suv. Najis. Najas degani najosatni ayni o'zini aytadi. Akramakumulloh, insonni katta najosati va insonni bu bavil siydigi najosat, to'g'rimi? Ayni najosatni o'zi. Endi shu katta najosat yoki siydik shu tohur bo'lgan suvga aralashsa, o'sha suv nimaga aylanar ekan? Najis suvga aylanar ekan. Najis degani ayni najosat pokiza narsaga qo'shilgan bo'lsa najis deb aytilar ekan.
ma'un ixtalata bin najasati fagayyarat ahada awsafihi. Endi bu yerda muallif qaydlab qo'yapti, lekin bu qaydga hojat yo'q. Chunki najosat bir suvga tushdimi, uning 3 ta sifatdan birontasini o'zgartirmasa ham o'sha suv nima bo'laveradi? Najis suv bo'ladi. Ya'ni bu ichishga ham yaramaydi va tahorat, g'usulga umuman yaramaydi. Faqat agar najosat ozgina bo'lib, suv ko'p bo'lsa, suv 250 litr yoki 300 litrcha suv bo'lsa, shunga bir ozgina najosat tushib ketadigan bo'lsa, bunda nima bo'ladi? Bu suv ya'ni ta'sir qilmaydi. Buni inshaalloh biz mana Umdatul Ahkom hadislarni o'qiganimizda sharhida buni yana ham bayon qilamiz. Bu yerda hozir bu kishi aytayaptilarki, muallif najis suvning hukmi, najis suvning sifati o'sha najosat aralashib, o'sha o'zi aralashgan suvni 3 ta sifatdan birini o'zgartirib yuborsa, keyin najis bo'ladi deb. Yo'q, noto'g'ri bu. Qachon najis bo'laveradi suv? Agar 250 litrdan kam bo'lgan suv bo'lsa, masalan paqirga bir tomchi siydik tushib ketdi. Nima bo'ladi? Najis suv bo'ladi. Shu bir tomchi siydik o'sha bir paqir 10 litr suvni bironta sifatini o'zgartirish mumkinmi? Hidini, ta'mini, rangini o'zgartirish mumkinmi? Yo'q. Umuman bilinmasligi mumkin. Lekin endi shuni hozir o'zgarmagan ozgina bir tomchi tushib ketdi xolos. Shunga endi bunda tahorat qilaveramiz deymizmi? Yo'q. Bu agar bilinsa, bir odam ko'rsa, bu najis suv deydi. Ko'rmasa-chi, bilmasa-chi. Uni najis suvligini bilmasa, bu odam bilgandan keyin tahoratni boshqatdan qiladi. Tushundingizmi? Bu odamning tahorati nima bo'lgan? O'tmagan. Nimaga? Najosat suvda tahorat qilsa bo'ladimi? Yo'q. 199 litr suvga 5 gram, 10 gram nima tushib ketdi? Najosat tushib ketdi. Masalan, shpris bo'lasizmi 5 gram. Shu shprisdagi najosat siydik, shunimdek sepib qo'yib o'tasiz. 200 litr emas, 199 litr. Shu endi shu bitta sifatini o'zgartiradimi? 190. Yo'q. Lekin endi shu o'zgarmayapti deb tahorat qilaveramizmi? Yo'q. Endi uni bilganingiz yo'q. Bilmaganingizdan keyin shu bilan necha rakat namoz o'qigan bo'lsangiz, shu namozlarni ba'zi ulamolar nazdida qaytadan o'qiysiz. Buni haligi nimada fiqh Hanafiyda quduq suvni tozalashlik haqida bahs keladi. Xullas, mana bu najis suv. Biz hozir qisqa lo'nda fiqhni o'rganyapmiz. Demak, suv nechiga bo'lindi? 3 ga bo'lindi. Aqsamul miyah, suvlarning qismlari birinchisi tahur, ikkinchisi tohir va uchinchisi najis. Tahur suv nima ekan, kim aytadi? O'zi ham pok suv, juda ham pok suv. Aha. Ichishga ham, iste'molga ham, poklanish, tahorat usuliga ham yaroqli suv. Qaysi suvlar kiradi bunga? Dengiz suvi, Dengizda suvi, osmondan tushadigan suv, anhor bo'lib to'planib qolgan suv, va daryolarda suv. daryolarda suv. Endi biz turgan joylarda suvga xlor qo'shib yuboradi. To'g'rimi? Ayub. Suv xlor, ba'zan suvlarni olsangiz oq qarab xlor tushadi. Shu suvning rangini ham o'zgartirib yuborgan, hidini ham o'zgartirib yuborgan. Bu nima bo'ladi? Lekin biz shunda tahorat qilyapmiz. To'g'rimi? Grantdan tushgan suv. Iloji yo'q bo'lganligi uchun Yo'q. ehtimol Xlor. Mana biz kelishib oldik. Suvda 3 ta sifatdan bittasi o'zgarsa nima bo'ladi dedik? Tahorat yaramaydi. To'g'rimi? Xlor o'zgartiryaptimi? Lekin biz tahorat qilyapmiz. Nima deymiz bunga? Keyin xlor pokiza narsami? Zato najosat emas, to'g'rimi? To'g'ri. Demak, bu suvning hukmi nima? Tohir. Bunda biz tahorat qilyapmiz. Biz tahoratimiz o'tadi. Bir odam sho'rvaning suvida tahorat qildi, issiq ekan deb. Keyin shu tahorati bilan namoz o'qisa bo'ladimi? Yo'q. Bu odam tahorati o'tmagan. Yo sho'rvaning suvida qildim, pokiza suvda qildim, deyapti. O'tmagan. Biz ham xalolli suvda qilyapmiz. Bunga nima deb javob beramiz? Inshaalloh buni o'zini joyi bor, o'zini joyida aytamiz. Najosat suv nima ekan? Najis. Najis suv, najosat aralashgan suv.
necha litr bo'lishi kerak ekan? Najis bo'lmasligi uchun 200 litrdan oshiqroq, 250 litr ba'zida aytadi. Shunaqa suv bo'lsa, endi qani 250 litr suv turibdi. Lekin najosat tushdi-yu, shu 250 litr suvni ham hidini o'zgartiryapti. Ha? Unda bu suv nimaga aylanadi? Najisga aylanadi. Tushundinglarmi? Xo'p, keyingi darsimizda inshaalloh hojatxona odoblarini o'tamiz. Nasib qilsa. Barakallohu fikum.